Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Moskvadan Toshkentga chiqib ketib turgan bugungi reysimizni ko'rib turibsizlar. Daryoda ertagalikka chiqadigan avtobusimiz ham bor. Sankt-Peterburg, Toshkent, Samarqand, Moskva, Toshkent, Samarqand yo'nalishida ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. Reyslarimiz har kuni bor, avtobuslarimiz yangi azizlar. Komfort, har bir odamga 2 tadan bagaj bepul. Joylarni band qilmoqchi bo'lganlarga ekranlarda ishonchli nomerlarni qoldirib qo'yamiz. O'zbekiston nomerlarida avtobuslarimiz Sobir Rahimov avtovokzaliga kirib boradi. Kanalga podpiska bo'lmaganlar podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Har kungi yangi reyslarni qo'yib boramiz. Bu avtobusimiz hozir O'zbekistonga Treyam yo'nalish qiladi. Ko'rib turganlaringdek mana shunaqangi bagajlardan odam boshiga 2 tadan bepul bo'ladi azizlar. Transportimiz ichi ham yangi pokiza salon. Bemalol aloqa chiqib borasiz. Bizni kuzatib boringlar azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.